Azizlarim, men har kuni ertalab och qoringa 2 ta choy qoshiq olmali sirka, yablочный уксус iste'mol qilaman. Yablочный уксус bizga nima beradi? Birinchisi, ozdiradi. Organizmda shakar darajasini tushiradi, ya'ni qand kasalligida juda zo'r yordam beradi. Faqatgina oshqozoningizlar hech qanaqa yalg'lanmagan, yazvasi, gastriti bo'lmasligi kerak. Bu hammaga to'g'ri kelmaydi. Menga to'g'ri kelganligi uchun ichaman. Demak, hazm qilish tizimini kuchaytirib beradi. Sababi oshqozonning suvini konsentratsiyasini yaxshi qilib beradi va ovqat organizmga tushganda tez titilib, tez hazm bo'ladi. Keyin organizmdagi ko'plab zamburug'larni o'ldiradi. Detoks, ya'ni ko'plab toksinlarni, ya'ni o'zi oshqozoningizni suvi zo'r bo'lsa, bizda shu griboklar o'ladi, toksinlar o'ladi, organizmimiz detoks bo'ladi, ovqatlarimiz zo'r hazm bo'ladi. Mana shu oshqozon suvini zo'r qilib beradi. Uksus ichganingizda shu polностью ichak tizimi orqali o'tadi-ku, keraksiz bo'lgan toksinlarni, griboklarni o'ldirib o'tadi. Hammaga mumkin emas. O'zingiz o'rganing, kuniga 2 mahal ichsa bo'ladi. Rosa ovqatlarni hazm bo'lishida juda ham yordam beradi. Aybi tish emalini buzishi mumkin. O'shaning uchun konsentratsiya o'sha suvini ko'proq qilib, anaqa chayqamasdan ichishingiz kerak va oshqozonni yallig'lantirishi mumkin. Hammaga to'g'ri kelmaydi. Masalan, menda oshqozon so'kim yaxshi emas, oqsillarim yaxshi qabul bo'lmaydi. Shuning uchun men ichaman. Menda oqsil shimilishida ham va ko'plab batlarni qabul bo'lishida ham yordam beradi.